Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham yumshoq chiqadigan neger tortini tayyorlashni barcha sir-asrorlari bilan bo'lishmoqchiman. Demak, bizga kerakli bo'lgan hamma masalliqlarni tayyorlab olamiz. 4 ta tuxum hamda 1 piyola shakarni yaxshilab ko'pirtirib, ketidan o'zi qatiq solish kerak edi. Menda qatiq yo'q edi. Shuning uchun qaymoqlarimni suyultirib sovardim. Ketidan 100 ml yog', 1 choy qoshiqda razih litr solib aralashtirib olamiz yaxshilab. Ketidan 3 choy qoshiq to'ldirib golland kakaosidan soldim. Golland kakaosi juda ham mazali bo'ladi. Ketidan un solishni boshlaymiz. Unni men aniq o'lchab solmadim, chamalab soldim. Taxminan hozir bo'ladigan massaga o'xshagan holat bo'lganda un solishni to'xtatasizlar, ko'p ham kam ham bo'lib ketmasin. Agar ko'p bo'lib qolsa biskvitlar qattiqroq hamda suxoy bo'lib qoladi. Agar kam bo'lib qolsa ko'tarilmasdan cho'kib qolishi mumkin. Shu joyiga yaxshilab e'tibor bersanglar, albatta go'shtlaringiz juda ham chiroyli chiqadi. Ana sekinlashtirib ko'rsatganman. Shunaqa holatda bo'ladi. Yana yaxshilab aralashtirib olib, diskga yoyishni boshlaymiz. Undan oldin men 2 ta kosaga bo'lib olganman. Bizning oilamiz kichkina bo'lgani uchun 2 ga bo'ldim. 2 ga bo'lganimni yana o'rtasidan bo'lib yig'aman. Demak, bu orada gazni, duxovkasini yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Yana o'zingizlarning gazingizga qaraysizlar. Meni gazim to'kli bo'lgani uchun sal pastroq gradusda pishiraman. Xuddi shu go'shtlarimni 150 gradusda pishirganman. Go'sht pishganda o'zi hidi chiqishni boshlaydi. Taxminan 20 minut atrofida pishadi. Bosganingizda qaytib o'z joyiga kelib qolsa, go'shtingiz pishgan hisoblanadi. Endi krem tayyorlash jarayonini ko'rsatmoqchiman. Men zavarnoy kremdan foydalandim. Neger umuman krem tanlamaydi. Xohlasangiz sari yog'li krem tanlashingiz ham mumkin, lekin men zavarnoy. Bitta tuxumga 3 osh qoshiq shakar, yaxshilab aralashtirib olib, ketidan krem solamiz. Uni taxminan 6 osh qoshiqcha soldim. Sal quyuqroq qildim, chunki kremlar ichiga singib ketganini uncha yoqtirishmaydi shekilli, shuning uchun. Ketidan 1,5 litr sut solamiz va gazga past olovga qo'yamiz. Turmasdan ko'lab turishimiz kerak. Orada o'zingizlarning tabiiyligiga qarab sariyog' solasizlar. Men juda ham ozroq soldim. Moloko ham soldim. Juda ham mazali krem bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Birin-ketin go'shtlarimizni yig'ishni boshlaymiz. Aytganimdek, men go'shtlarni yana 2 ga bo'lib oldim. Balandroq bo'lib chiqishini xohladim. Oilamiz kichkina, shu sababli bizga juda ham maromada bo'ladi. Agar sizlar oilangiz katta bo'lsa, bir list qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu massani 2 ga ko'paytirib qilsanglar juda ham idealni chiqadi. Ham katta bo'ladi, bemalol yig'inlarga olib borsanglar bo'ladi. Birin-ketin yig'dik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, umuman biskvitimizni propitka qilishimiz ham shart emas. Sabab go'shtlarimiz juda ham yumshoq bo'lib chiqadi. Qaymoq solganimning hisobiga go'shtlarim yumshoq, vlajniy bo'lib chiqdi. Golland kakaosidan ishlatishingizni maslahat beraman. Juda ham ta'mi shirin bo'ladi. Bolajonlaringizga ham bemalol sutga qo'shib ichirsanglar ham bo'ladi. Agar sizlar go'shtlaringizning rangini bundan ham to'q bo'lishini xohlasanglar, turk kakaosiga aralashtirib solinglar. Mana tayyor bo'lgan holatda juda ham
mazali tort bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.